Videoda ko'rsatilgan atigi mana shu 4 ta mahsulotdan trendga chiqqan juletkani yasab ko'ramiz. Shunaqa osnovamizga temir gulli quyib, ularni har bitta bargidan yana bittadan gul qotirib chiqdim. Gulli bilan ulagan joylarimni sim bilan ham yaxshilab mahkamlab chiqdim. Yasalishi juda ham oson ekan. Siz ham bu juletkani o'zingiz uchun bemalol yasab ola olasiz. Hamma gullarimni bir-biriga ulab oldim va juletkamizni shunaqa qolipda tayyor bo'ldi. Gullarimizni o'rta qismiga shunaqa oprava ko'zlarimni yopishtirib oldim. Gullarimizni yaprog'iga temir gulli quyib, shunaqa ko'zlarini ham yopishtirib. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Metrajli ko'zimizdan o'zimizga keraklicha kesib olib, juletkamizni yon tomoniga shunaqa osilchoqlarini ham qilib olamiz. Agar xohlasangiz osilchoqlarini har xilcha xrustalardan ham qilib olsangiz bo'ladi. Metraj ko'zimizdan 8 ta dona sanab, ko'pgina qilib kesib olamiz. Juletkalarimiz tayyor. Buni qizil rangidan ham yasab oldim. Chiroyli chiqibdimi? Keyingi safar qaysi abadoklarni yasab ko'rsatishimni xohlardingiz? Такой красивый у меня